Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan piyon gulini ochilganini yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga vayner va холодный farfor kerak bo'ladi. Agar sizlarda katteringiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, u holda cho'pcha bilan izlarini tekislab, g'adir-budur qilib chiqarishingiz mumkin. Hozir ketma-ketlikda har bitta bagini kley bilan surib, kleylab chiqishni boshlaymiz. Oldindan bir nechta gullarni tayyorlab olsanglar bo'ladi. Sekin-sekin yopishtirib, o'zingizlarning xohishingizga qarab, qanaqa piyonni ochiqroq yoki yopiqroq yasamoqchi bo'lsanglar, shunaqa qilib sekin-sekin terib chiqasizlar. Hozir bu yerda ko'rsatayotganim maydaroq baychalarni yasaganmiz. Gulimiz yana ham chiroyliroq, ochiqroq va tabiiyga o'xshab chiqishi uchun yana mayda baychalarni qo'shganman. Endi biz oxirgi qatorlarini, baglarini ozgina kattaroq qilamiz. Chunki piyon tabiiy gulimizning teg baglari katta-katta bo'lib turishi kerak. Bu gullarimiz nimaga kerakligini qiziqayotgan muxlislarimiz uchun bu gullarimizni ustidan silikon qo'yib, silikon qolip yasaymiz va ichiga sovun, epoksid smola, agar pishavoy silikondan qilingan bo'lsa, ichiga marshmallow, shokolad qo'yishingiz mumkin. Mana gulimizni eng oxirgi qatorlariga yetib keldik. Sekin-sekin o'zingizlarning xohishingizga qarab terib chiqishni boshlaymiz. Men buni oxirgi qatorini ikkita katta bayla bilan tugatishga qaror qildim. Shu bilan bizning piyonimiz, ochuv katta piyonimiz tayyor bo'ldi. Endi sizlar bilan yopiq butonini yasashni o'rganamiz. Piyon butonini yasash juda ham oson. Oldindan dumaloq sharik shaklida cho'pchani ustiga yopishtirib turib olinglar. Menda keraksiz gulli o'rtasi bo'lganligi uchun shu guldan foydalandim, o'rtasidan, va ustiga piyonni dumaloq butonini shaklini keltirib, sekin astalik bilan boya ko'rsatib o'tganimdek ingichka qilib ketma-ket yopishtirib chiqishni boshlaysizlar. Buton yasashimizga uzoq vaqt ketmaydi va eng oson yasaladigani bu piyon butoni. Endi chetlariga yashil barglarini qilib chiqishni boshlaymiz. Barglarini uchini ozgina uchqur qilib, kleyimizni surib, sekin-sekin yopishtirib chiqishni boshlaymiz. Tabiiy piyon butonida 3 ta yashil bargi bo'ladi. Xohlasanglar 4 ta qilsanglar bo'ladi. Kecha tabiiy piyonni gullarini qarab chiqqanimda 3 talik va 4 talik bor ekan. Men 3 talik qilishga qaror qildim. Endi biz sekin astalik bilan gulimizga tonirovka berishni boshlaymiz. Tonirovkani xohlasanglar gubkada, xohlasanglar kistichkada bersanglar bo'ladi. Butonga men 2 xil tonirovka berdim. Ozgina qizil rangni surdim. Agar ko'p surilib ketadigan bo'lsa, xavotir olmanglar. Bu joylarini biz yashil rang bilan, kistichka bilan, sekin astalik bilan berib chiqamiz. Shu bilan bizning gulimiz tayyor bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.